Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 84-sure İnşiqaq. Mekke'de nazil bo'lgan 25 oyat. Nahayat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Osmon yerilgan, Parvardigorning amrini anglab itoat qilgan, Parvardigorning amrini anglashga, itoat qilishga loyiq bo'lgan chaqda zamin so'zilgan, qo'ynidagi narsalarni, ya'ni o'liklarni, ma'danlarni sirtqa chiqarib qurg'ulinib qolgan, Parvardigorning amrini anglab itoat qilgan, Parvardigorning amrini anglashga, itoat qilishga loyiq bo'lgan chaqda inson xiyoliga kelmagan dahshatli ahvollarga yo'liqidi. Ey inson, sen haqiqatan Parvardigoringga muloqot bo'lguningga qadar o'z ishingda sayyi ijtihod qilasan. Nomi amali o'ng tarafidan berilgan odamdan oson hisob elinadi. U jannatdagi oilasiga xushal-xuram qaytadi. Nomi amali orqa tarafdan berilgan odam voy deb to'laydi. Ya'ni o'limni orzu qiladi, do'zaxga kiradi. Chunki u dunyodagi chig'ida oilasida shod-xuram edi. U Parvardigorning dargohiga qaytmayman deb gumon qildi. Undaq emas, ya'ni u Parvardigorning dargohiga qaytadi, Parvardigori haqiqatan uni ko'rib turuvchidir. Shafaq, ya'ni kun patqandan keyingi ufuqdagi qizillik bilan, kecha va uning qorong'ulig'i bosgan narsalar bilan, nuri kamolatga yetgan oy, ya'ni to'lin oy bilan qasamki, sizlar jazman bir holdan yana bir holga yo'tkilib tursizlar. Ular ya'ni mushriklar nimishga iymon etmaydi, ularning yanada Qur'on o'qilgan chaqda nimishga sajda qilmaydi, balki kofirlar haqiqatni inkor qiladi. Ularning dillaridagi yoshirin narsalarni Alloh obdan biladi. Ularga qattiq azob bilan xush xabar bergan. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar uzilmas savobga erishadi.